Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Yana bir fayzli xonadonimizni Fayzli Tunikafon jamoamiz bilan birgalikda Farg'ona viloyati Quvvat tumani Soyguzor mahallasida go'zal holatda qilib tunikafon ishlarimizni bitkazib berdik. Kanalimizga yangi bo'lsanglar albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Biz sizlarga mana shu tunikafon haqida bo'lgan ma'lumotlarni barchasini yetkazib beramiz. 1 kvadrat metri nech puldan bo'ladi? Bu общий xonadon bu bitishi nech pulga bitgan hammasini sizlarga to'laqonli yoritib mana shu videomizda ko'rsatib beramiz. Xo'p, bu xonadonimizga oq alkafon dizayn fasonimizdan foydalanilgan, ichkari tomon shapkasini qilib berilgan, polnosti korpuslari bilan darvozaxona va naves qismini qilib berganmiz. Bu xonadonimizga 206 kvadrat tunikafon mahsulot sarf qilib berdik. 140 ming so'mdan 1 kvadrat metr tunikamizni hamma mahsulotni o'zimizdan bo'lgan holatda qilib berganmiz. Ishimizni baho berib, bitta like bosib berasizlar. Xo'p, mana bu plafonlar yoniq turgan holatda ham ishimizni ko'rsanglar, hech qanaqangi valna yo'q, ideal holatda chiqqan, o'rtalardagi mana shu patnislari ham go'zal holatda bo'lib turibdi. Hech qanaqangi valna bir defekt, menimcha xatoligimiz yo'q. Bemalol kommentariyada fikringizni yozib qoldirasizlar. Hatto kamchiligimiz bo'lsa yozib qoldiraveringlar inshaalloh. Shularni to'g'rilaymiz agar xatoyimiz bo'lsa. Xo'p, bizning xizmatimiz Andijon, Farg'ona, Namangan viloyatlari bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Kimga mana shunaqangi xizmatimiz kerak bo'lsa, mana shu nomerlarimizga, ya'ni 93 446 25 25 nomerimizga aloqaga chiqaverasizlar. Mana shunaqa sifatli holatdagi ishlarni go'zal holatda qilib bitkazib beramiz. Bu fasonda alkafondan ko'chirilgan fason. Agarda mana shu fasonda alkafondan chiqariladigan bo'lsa, 1 kvadrat metri 320 ming so'm, 300 ming so'mdan yuqorida chiqadi. Bizda esa xuddi o'sha alkafon dizayn fason, faqat tunikafondan qilingan variantini 140 ming so'mdan qilib beryapmiz. Aloqaga chiqaverasizlar, inshaalloh sizlarning ishingizni ham go'zal qilib bitkazib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.